Minecraft. Lekin menda cheksizlik aslahalari bor. Masalan, cheksizlik kirkasi. Xohlagan blokda lahzalarda sidirishi mumkin. Yoki mana bu bolg'a butun boshli tog'larni ikki zarbada yo'q qilib yubora oladi. Cheksizlik qilichi esa Minecraftdagi eng qudratli bosslardan biri. Wizardni birgina zarbada yo'q qilib yubora oladi. Bu qilichning kuchi ajdarhoga ham yetadi. Cheksizlik totemi esa sizni xohlagan kulfatdan saqlab qola oladi. Buni oddiy totemdan farqi esa u sizni 10 martagacha hayotingizda saqlab qola oladi. Va xushxabar, kanalda 200 ming obunachi bo'lishiga juda ham oz qoldi. Birgina sening yordaming orqali bu amalga oshishi mumkin. Shuning uchun iltimos hozirroq obuna bo'l va yangi videolarni o'tkazib ko'rmaslik uchun qo'ng'iroqchani ham bosib qo'y. Yaxki yaramas to'g'cha. Hammani ushlayman, bittagi ham qolmaysiz yaxki. Yaramas qo'y. Hammasidan shashlik qilaman. Xo'sh, bu Minecraftda qanaqa o'zgartirish bilan yutamiz? Menga qolsa yutib tashlash kerak, tezlash kerak, speedrun. Ha, bugun Minecraftda yaxshigina tez yutamiz. Nimagaligini bilasanmi? Sen mana bu sandiqni ochib ko'rdi. Ko'r mana bu sandiqni ochib. To'xtab tur. Mana bu tashay. Buni hammasini birga yaqib ko'rmagan aldiysa, hammasini ko'rib turuvdim men ham. Ha, endi shunaqa boshlasa qiziqroq bo'ladi. Qara, kimni sandig'i zo'roq? Menikimi yoki senikimi? Obunachilardan so'raymiz. Do'stlar, izohlarda yozib qoldiring. Kimning sandig'i chiroyli? Qishloqnikimi yoki meniki? Seniki sevintiruvchi emas-ku, hamma yo'q bir xil emas, bir tarafga qiyshayib qolgan. Fu, meniki zo'r, menga ovoz beringlar, qishloqi. Tema. Bo'ldi, menimcha hamma kerakli narsalarni olib bo'ldi. Bugun bularni hammasini ishlatib ko'ramiz va Ender Dragon'ni yo'q qilamiz. Qani cheksizlik aslahalarini kiyib ko'raychi. Vop. Va tada. Orqamdagilarni qaranglar. Ha, zo'r. Hattoki ucha olaman, xuddi kreativdagidek. Men endi o'lmasman. Nima qilding? Buning nomi cheksizlik qilichi deb ataladi. Tushundingmi? Biroq qilichlar senga emas, bittani o'ldiradi qo'yadi. Urma meni. Cheksizlik kiyimini shuncha jo'ylar bu mavda ekanchi. Mazza. Men endi super kuchliman. Mana senga. To'xta. Men ham bir xil sehrli narsalar yebdan ko'raychi. Mana bunday yeb ko'ramiz. Vop, bo'ldi. Men ham endi o'lmasman. Urib ko'rchi. Bu boltacha hech narsa qila olmaydi. To'xta, cheksizlik arbaletidan yeb ko'rchi bitta. Vop, qancha jo'ning ketdi? Qancha? Gapir deyapman, yaramas. Cheksizlik arbaletidan yeyapsan axir. Seni bu cheksizlik arbaleting hech narsa qila olmayapti. Lekin meni cheksizlik kamonim. Jo'ning ketdimi? Qani yana bitta otib ko'raman. Anati, seni quroli birinchi marta menikidan kuchliroq. Jonimni olyapti bu sasiga kamoni. Lekin meni sasiga arbaletim hech narsa qila olmayapti bu o'zi. Nima bu o'zi? Kim qiyasagan bu modni? Qani cheksizlik kirkasini ishlatib ko'raychi. Momentlarda sindirib tashlayaptimi qattiq? Bu cheksizlik kirkasini cheksizlik bolg'asiga aylantirish mumkin demoqchi edim, allaqachon bilib bo'ldik. Qani men ham sidiray. Bu qanday ishlatadi o'zi? Menda o'xshamayapti. Buncha sekin sidiradi. Lekin sekin sidirsa ham qattiq yo'q qilib yuboryapti. Qattiq yo'q qilib yuborisham gapi, qattiq yo'q qilib yuboryapti. Butun boshli shaxtalardan kavlab tashlayapti. Bu bolg'a bilan patameni ishlatib yubordim cheksizlik qilichi bilan. Shuni o'tirib bitta PKMni bosib yuborasan. Bu cheksizlik qilichi bittada atrofdagilarni hammasi o'ldi shekilli. Senda ham totem ishlab ketdimi qishloqqa? Yo'q, menda nimagadan totem ishlamadi. Xato tugmani bosding shekilli, o'ldiradigandan bosish kerak. O'tirib bitta bosib yuborasan, tamom. Qishloqqa yana mana bu narsani ishlatib ko'rdingmi? O'sha yerda turdi. Nima totemimni ishlatib yuborasan? Yaramas. O'zi bu totemni atigi 10 martagina ishlatsa bo'lar ekan. Yana cheksizlik totemimish. Ana bu sandiqlar turgan joyga qarada. Qora tuyni. Yo'q, qora tuynikimiz ham bormi? Yo'q, biz yerni yo'q qilib yuboramiz. O'qot, qora tuynik bo'lmaydi. Portlab ketdi. Qora tuynik cheksiz bo'lmaydimi? Hammayli. Endi cheksizlik ketmonni ishlatib ko'ramiz. Shu xolos bu. Endi yaxshi. Agar o'tirib bo'lsa, agar butun boshli o'rmonlar, nima qilyapsan sen? Bu cheksizlik bel kuragi deb nomlanadi. Cheksizlik bel kuragi degan, yo'q, bu tekislashga ham qattiq ekan-ku, ikkinchi rejimini ishlatib ko'raylikchi. Endi kovlab ko'ramiz. Bo'ldi. Endi bu haqiqiy buldozer. Qiziq, hamma sanayotgan narsalar mana shu koptokchalarning ichiga kiryaptimi? Buni qilmasam yaxshiroq edi. Qarama, bu cheksizlik faqira nima qila olarkan? Bu aka quruchgich 5656 so'm. Qiziq, lava bilan ham shunday qila olarmikan? Qarama, bu cheksizlik boltasi nima qila olarkan? Yo'q qilib yuboryapti o'rmonlarni. Bu bilan daraxt chopishdan mazasi bo'lmaydi. Bu bolta bilan muhimi Janubiy Amerikaga bormaslik kerak.
Bo'ldi, endi Ajda Dragon'ni o'ldirish kerak. Buning uchun bizga lava kerak. Lava. Lava ko'li bo'lsa yaxshiroq bo'lardi. Bizga baribir ko'proq kerak. Nezarga surib yuborish uchun. Menimcha bu bolg'a bilan biz lava ko'lni ham, olmosni ham bir zumda topamiz. Mana aytganimdek olmos. Mana bu kirka bilan sidirsa nechta tusharkan? Qara olamiz 3 dona. Yana omad 3 sehriga sehrlanganmiz. Hech baloga sehrlamagan, aldab ketishgan bizni. Mayli, bizga baribir bu qismda umuman kerak emas olmos va lava ko'lini topdik. Mana bu yerda bedrock singanmi? Rostdan biz bedrockni sindira olamizmi? Va yo, bu bedrockni sindira olar ekan qishloqi. Yo deb qo'shig'ay dorsa bo'ladi shu joyda. Pastga tushma o'lib ketasan. Cheksizda kimyo spasat qilolmaydi. Hozir men shu narsani tekshirib ko'rmoqchiman. Menimcha shu joyda jon olib, o'ldim tepaga chiqaman. Bo'ldim tepaga chiqaman. O'zingni bir tarafdan ko'rsang edi, 5 lat vordan bu tatemingni. Latta. O'zing pollatdasan, yarramas. Bu yerning oxiri yo'q shekilli. Yaxshisi tepaga chiqaman. Baribir jonni olmayapti bu. Menimcha bo'shliqdan joy ketishini ham o'chirib qo'yishgan. Xo'sh, men mana bu belgirakni ishlatib ko'rdimmi yoki o'lim nima qo'rqitasan? Xo'sh, qishloqqa endi biz yondirgalka yasashimiz uchun bizga temir kerak. Temir esa golemdan tushadi. Golem esa qishloqda, qishloq esa uzoqda. Yo'l yurish kerak, mo'l yurish kerak. Qishloq qayerdaligini bilmaysanmi? Hozir qidirib olaman. Vau, uchayotganda baribir zo'r ko'rinar ekan. Orqamdan xuddi qanotlar chiqib turgandek, cheksizlik qanotlari. Menga ko'proq cheksizlik ishtonlari ko'proq yoqdi. Qanaqa yaltirashini. Qiziq, qora to'ylikda suvga otsa nima bo'larkan? Suvni yutyapti, suv yana qayta tiklanyapti. Chunki Minecraftda suv cheksiz va oxiri qaysi biri yutadi? Qora to'ylik yoki men ichiga taklab ko'raychi? Menga baribir hech narsa qila olmadi. Yo, sen eksperimentni xato qilding. Menga ochchi, qani, buntum, blulululu, hech baloni ko'rmayapman. Va, ozgina portla, yaramas. Hech narsa qilmadi, bu cheksizlik kiymaga balo ham qilmaydi. Qiziq, Endermanni arbalet bilan o'ldirdim. Yo, bu yerda kamon o'qi Endermanga ta'sir qilar ekan. Shu qadar kuchlimi bu, ha? Men cheksizlik qilichini sendan boshqa hech kimga tekshirib ko'rmabman. Creeper senda. Bittani o'lish aniq edi. Bu cheksizlik-ku. Tipa o'zicha zo'r gapirding, hamma shokda qoldin, ha? Mana bu yerda adashmasam xazina xaritasi bo'ladi. Qora to'ylik qayerdan ketdi? Sen o'tdingmi qishloqqa? Yo, bularga umuman meni daxlim yo'q. Hattoki mana bunisini ham men otmadim. Bilasanmi, bunisi ham holva. Men hattoki mana bunisini ham otmadim. U qayerga yomab qoldi? Mayli, mana bunisini aniq sen otmading. Suv va qora to'ylik qarshiligi 2. Menimcha durang bo'ldi. Bu yerda ham xazina bo'lishi mumkin. Qishloqqa nimaga buni otding? Yo, adashyapsan, buni men otganim yo'q. Rasvo qilding hamma yerda. Xazina qidiramizmi degandim. Qara, hozir hammasini bir zarbada yo'q qilaman. Senga qo'shib. Hattoki tanisning qo'lpog'i ham bu qilich oldida ip ham esholmaydi. Qara, bir zarbada seni ham o'ldirardim o toteming borda. Yana bitta o'ldirsamchi. Toteming tugaydimi o'zi? Menikini ishlatma, yaramas. Meniki tugay deb qoldi. Mana bu Endermandan biror nima tushadimi? Va yo'q, tushdi. Begoning ko'zi tushdi. Endermanning ko'zi bor menda. Va nihoyat qishloq topildi qishloqqa. Endi bu yerda golemni qidirish kerak. Qani yaramas golem bo'ldi. Topdi va men uni o'ldiraman deganimdan maqilding. Uka, buni nomini tezding deb qo'yibdi. Bo'ldi, bu qishloqda qiladigan ishxona yo'q qilamiz hammasini. Men yovuzman. Qishloqda yana uxlab ham yuborsak bo'lardi. Shunchaki qorong'ulikdan qo'rqmayman, lekin qorong'ida qandaydir xunuk. Bu yoqda yotoqda oldingmi? Zombi, sen menga biror nima qilmoqchimisan? Men cheksizlik aslahalaridaman, seni qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Atanga bittagina yotoq chiqmaydimi shu qishloqda? Qara, qochinglar, men hammasini yotoqni bir zumda sindirmasku, nima? Menda qayerdan kelib qoldi bu xazina xaritasi? Yaramas, nima cheksizdan xazina xaritasi oldingmi? Yo'q, o'zi paydo bo'lib qoldi. Spimaya radostni. Endi bo'lsa xazinani topish kerak. Creeper qandaysan? Yaxshi, yaxshimi desam portlab ketadi. Mana hech narsa totemimni ishlatib bermasangchi, men ham ishlata olaman. Tushundingmi? Kerak bo'lsa men totemimni yana ishlatib yubora olaman. Menga umuman qiyin emas. Yana ishlatib yubora olaman. Bilasanmi, Arti? Bir narsani bilib qo'y. Men ham seni totemingni ishlatib yubora olaman. Xazinani deyarli topib oldik. Bu qaroqchilar xazinasini ham shuncha uzoqqa berkitadimi ya? Bo'ldi, endi o'sha eski uslub bilan xazinani topamiz. Aqldan o'zingman, bizda cheksizlik belkuragi bor-ku. Topildi, bittada.
kallang ba'zida ishlab ketadi ya qishloqda va bu yerda bor ekan temir, oltin, yana bir nimalar. Xullas, birontasi bizga umuman kerak emas. Unda nega qidirding? Menimcha Minecraftda xazina qidirish juda maroqli ish. Nima ekan deyapman, mayli portal qurishni boshladik. Gigantikus portalikus. Bu portalga bilasanmi, divan sig'ardi, faqat dev yo'q. Bo'ldi, sakradik. Ketdik. Shunday. Ataylab qilmadim yesinchu. Mayli, boshqatdan yasasa bo'ladi. Panikaga tushmaymiz. Portalni yo'qamiz. Qara, ketayotganimizda qora tuyni tashlab ketamiz. 1 2 o'ldirdi, portalni ham, boshqasini ham. Aytib qo'y, obsidian kam qoldi. Yana nezirdan qaytib kelishimizga ham ozgina qoldi. Bo'ldi, suramiz. Sal uzunchoqroq bodraysimon portal bo'ldi-yu, sig'amiz. Tarmasanchi. Jibtor sig'amiz. Agar yetmay qolsa, mana shu portalni obsidianni ham olsak bo'ladi, bemalol. Qizil qal'aning qidirish ishlarini ochiq deb e'lon qilaman. G'or kavlashni boshladik. Bunday bolg'a bilan menimcha bir zumda biz o'sha sasigan qal'alarni topamiz. O, mana bu yerda teshik bormi? Menimcha uchib yursak, undan ham tez topamiz. Mening kamonim tamidan tatib ko'r yaramas qishloqqa. To'xtasaychi, kamondan yeb ko'r deyapman. Kim bolaligidan beri lavali gullar tagida nima borligiga qiziqsa, hozir shu savolga javob topamiz. Va uni tagida hech balo yo'q. Hamma yig'lashi mumkin. Sen lavali ko'lni tagida biron nima bo'ladi deb o'ylaganmiding o'zi? Nima? Nima menga qarab qora tuylik o'tasan? Men lavali ko'lga o'tdim, senga tegib ketdim. Rahmat qilmasangchi, qani nezarangni bir tane sindira oladimi kirka? Nimani ham kutish mumkin edi bundan. Archa aytgancha, senga boyangi gaplarim esidami? Men xohlagan paytimda tatamini ishlatib yuborishim mumkin. Men shunaqa yovuz odamman, ehtiyot bo'laverasan. Balki Qizil qal'aga borishdan oldin endermenlarni savolarmiz, ha? Bizga baribir endermarvardlar kerak bo'ladi. Qayerda sizlar endermenlar? Vo, eshitdim, kusani yaramas. Mana senga. Cheksizlik boltasi bilan beni tozalash kerak. Ko'proq paydo bo'lish uchun endermenchalarni. Mana bularni yo'q qilmasga yaramas bolta. Bu ketmon o'zi nima qilib o'ladi desa, bu hali o'stirib qolib tashlar kaku. Mayli, bolta bilan tozalab tashlaymiz. Mana bular qolib ketyapti. Yaramas ekan hammasi. Hali endermenlar ko'p paydo bo'ladi. Sen unaqa siqilib yuraverma. Birga aytaymi, yaxshi birinchi mana bu yaramas endermenlarni emas. Qizil qal'aga boraylik. Bu yerda endermenlar chopishga hali ulguramiz. Men bolta bilan urayotgandim. Mayli, fikringga qo'shilaman. Men bu Qizil qal'ani topguncha Nezirdagi hamma biyomlarda bo'lib chiqdim. Qaysi go'rga yo'q bo'lgan bu yaramas? Hozir yana bitta qiyin topshiriqni qilaman shekilli. Bitta zarba, hozir qaytaraman, hozir bolta bilan qaytaraman. Hop. Yana bitta ot yaramas. Ha, mana. Yana bitta yaqindan uraman. Urdim. Tayyor. Ikkita qiyin topshiriqni bajardim. Va nihoyat biz bu Qizil qal'ani topdik. Endi bo'lsa spanderni topish kerak. Hozir topamiz uni ham. Baqildim, lekin buni qilmoqchi emasdim. Qattiq. Men bu topshiriqni bajarish uchun boyatdan beri qiydalib yuruvdim. Hech zamonda spander topish ham qiyin ish bo'ladimi? Bu sandiqni ochishni qaranglar. Xuddi menga biror nima kerakdek. Bu cheksiz aslahalar bilan men butun boshli qasrni yo'q qilib yuborishim mumkin 3-4 ta zarbada. Yana bitta sandiq, olmos ham mayli. Baribir bular ham menga kerak emas. Chunki cheksiz aslahalarim bor. Spander topildi. Endi bularni qoqib tashlaymiz. Qani birgala tushadimi? Yo'q, birgala tushmadi. La'nati. Bu qilich birgala tushirar 5000 ga sehrlanmagan ekan. Buni adashib spaderni sindirib yubormaslik kerak. Ehtiyotkorlik bilan sindirib yuborsak boshqasini qidirishga to'g'ri keladi. Boshqasi bo'lmasa hamma o'lib ketadi. Bir zarbada hammaniki. Qishloqqa seniki ham ishladimi tatem? Ukam, tatemni ishlatishga bu kam. Mana bu kamonni o'qcha yaramas. Mana senga o'ldira olmaysan, men birinchi. Sen to kamoningni o'ldirsan, men yo'yim tashlayman. Bo'ldi, bittagina jonim qoldi. Rostdanmi? Aytmaysanmi, ham bitta zarba berardim. O'tgan safar bu Qizil qal'aga kelganimizda taxminan milliardta moblar bor edi. Endi bo'lsa cheksizlik aslahalari bilan shuncha qudratli bo'lganimda yo'q hech narsa. Qanday kelsa, misol qudratli bo'lgan davrlarda kelsin hammasi. Yo'q qilaylik bularni. Archa agar moblarni bo'lgan bilan ursa uchib ketarkan. Rostdan uchib ketadimi? Rostdan uchib ketyapti. Endi bularni futbol qilsa bo'ladi. Vop! Qara gol bo'ladimi? Va gol derdimi? Kallas tushsa undan ham zo'r bo'lardi. Bu cho'chqalar deya bilaman. Bulardan ham qo'rqmayman. Hammasini uchirib yubora olaman. Qara uchib ketchi? Vo, zo'r aylanib kiryapti. Sal qoldi gol bo'lishiga. Aylanib kiryapti. Hammasi men aylantiraman to'plarni. Ishqilib to'plarni aylantirasanmi? Qiziq, sen ham uchirib yuborsa bularga qara aslahalaring yetishi? O'yinchilarga ishlamaskan, rasvoy ekan. Men o'yinchilarni ham uchiradi deyapman. O'yinchilarni uchirmaskanda, mayli aslahalarimni kiyib olay dedim. Nima qilding? Nega men yotib oldim? Nima o'ldimmi men? Qani tatemim bor edi-ku. Nima bo'lyapti o'zi? Buni bossam
La'nati. Yaramas qishloqi, sen meni o'ldirding. Sen ham odammisan, ha? Yo'q, men qishloqiman. Xullas, gapni eshit. Panikaga tushmaymiz, darslarni oldik, surdik. Qayerda qoldi bu ko'k o'rmona? Yo, yana bitta qala topib oldim. Qozalatar. Qara, yerni tagida. Vo, buni qara. Yaramaslar, kerak paytda chiqmaysan. Ma ol, sensi ham ol. Bu cheksizlik arbaleti kuchliligidan Endermanni o'ldirib olyapti. Ha, aslida Endermanlar xohlagan ssenariydan qocha olishlari kerak. Kamonni o'qidan ham, lekin qocha olmayapti. Yana bitta Endermanni topdi, bunda ham tushdi 6 ta. Yaxshi, yana topish kerak. Vo, yana bitta. Menga omadim kelyapti. Bunislar ham tushdi. Qanday omad? Endermanlar paydo bo'lish uchun tekis joy tayyorlashni bilib qanday qilish kerakligini. Qora tuyni o'tish kerak. Tayyor tekisgina joy bo'ladi. Ana, kalla ishlarkan-ku. Kallam ishlamaydi deysan. Ishlanish kerak. Bo'ldi, kerakchi marvaridlarni to'xta, bu meniki. Ana, sen o'ldirsang tushmas tushib. Bo'ldi, portalni quramiz va suramiz. Shuni ham qiyshiq qurish shartmidi qishloqqa? Ha? Buni sindirish kerak endi. Oho, muammoni kattasi-ku, yaxshiyam cheksiz aslahalarimiz bor. Vaqt tashamas surdik. Yo'q, to'xta, men bu olamni portlatib tashlashni xohlayman bizga qilgan shuncha ishlari uchun. Mana qora tuynuq zarbasidan tatib ko'r, mana bu yerga ye. Meni damlamam tugayapti, hoziroq bitta ichib olish kerak. Hop, tayyor. Bitta bu yoqqa o'tamiz, keyin bo'lsa yana o'tamiz, yana ye. Bu nima? Bitta qora tuynuq boshqa qora tuynuqlarni yutib yuboryaptimi? Yo'q, hammasini tortib ketyapti birisi. Qara qarab turaylik, hozir nima bo'ladi? O, yangi paydo bo'ldi. Menimcha shu cheksiz davom etadi. Uyga surib olish kerak undan ko'ra. Bizga tengan tavqillarni bilmaymiz, qishda paydo bo'laveramiz. O, buzilgan portal. Bizni baba mana shu buzilgan portallarni tashlab keta olmaydi. Har bitta videoda bo'lmasa o'lib qolishadi. Sandiqni ko'raylikchi. O, sehrlangan oltin olma. Rostdan sehrlangan oltin olma. Yo'q, yolg'ondan sehrlangan oltin olma. Men ishonibman, umringni oxirigacha vijdoning qiynalib o'tading, ehtiyotmi? Menda hozir regeneratsiya 5 bor. Meni o'ldira olmaysan. Aniqmi? Qarada, mana senga. Mana senga. Yana senga. Ushla senga. Qara senga. Bo'lmaydiki ish bilan shug'ullanyapman shekilli. Men qora tuynuqdan ishla. Rostini aytsam, atagi bittagina jonib qolgandi. Rostdan. Yo'q, men o'zimni kechira olmayman. Bo'ldi, mana bularni yasaymiz. Aytgancha men ham tashlab yubordim o'sha etlarga o'zimnikini. Olib qo'y, kerak bo'ladi. Bo'ldi, endi qal'ani qidiruv ishlarini boshlaymiz. Turamizda o'tamiz. Vop, bo'ldi 3 ta ko'rdim. Va bu nechinchi daraja? Taxminan 26 minusda. Hisob minusda. Qidiruv ishlarini boshladik. Surdik, tezroq topish kerak. Yaxshigina yurib ko'rdik. Endi yana o'tamiz va orqaga uchyapti. Allaqachon yetib kelibdi shekilli. Vop! Havoda ushlab oldim ko'zni. Endi baqir-chaqir qilish kerakmi? Ha? Taxminan mana shu tog'ni tagidan kovlasak bo'laversa kerak, ha? Yo'q, yana 1 kilometr to'g'riga qarab yurish kerak, bu yerda emas-u. Mening fikrimcha esa aynan shu yerda bo'lsa kerak. Mana buzilgan ko'l ham bor, yaqinda chiqib ham qoladi aynan o'zi. Mayli, kovlayver. Shunday zo'r qurilmalar ham o'sha yerdan topa olmaysan. Bekorlarni 5 tasini yebsan, o'lib ketishim sal qoldi-ya. O'lmasdim-ku-ya. Mayli, olmoslarni chop ko'raylikchi. 10 darajali omad bilan ataga 8 ta. Yo'q, bu kirkada omad ishlamas ekan. Baba, men topdim-ku, endi nima deysan? Men zo'rman, tushundingmi? Bu yerda men senganimda ishonish kerak edi. Mayli, sen haq chiqding bu safar. Endi bo'lsa asosiy xonada qidirishimiz kerak. O, kutubxona, sandiq. O, pachika. Kimlar tuzatargan sehr? Wow, zo'r-ku. Zo'r ham gapmi, legenda. Bo'ldi, portalni ham topdik. Endi buni yoqish kerak tezroq. Aynan shu ish bilan men hozir shug'ullanyapman. Yana 2 ta yetmay qoldi. O, aynan menda 2 ta kunidan qolgan ekan. Buni qora tuynuq bizga xalaqit bermaydi-ku, to'g'rimi? tavakkal qilishni xohlamasdim sakra. Umid qilamanki, qora tuynuq bu portaldan o'ta olmaydi. Har ehtimolga qarshi sindirib tashlaymiz. Endi bo'lsa Ender Dragon o'zingdan ko'r, seni yo'q qilib yuboraman. Qiziq, kamonni o'qida bittada o'larmikin? Adashmasam bu kamonni kuchi cheksiz emas, to'g'rimi? Hozir shuni tekshirib ko'ramiz. Yo'q, cheksiz ekan. Mayli, Ender Dragon'ni yana bir nechta tarzda tekshirib ko'rmoqchi edik. Shuning uchun ozgina payt cheksizga o'tib turamiz. Menimcha sizlar ham qarshi bo'lmaysizlar. Yana bir ikkita eksperiment qilish kerak axir, to'g'rimi? To'g'ri. Bo'ldi, ajdarni qaytarish marosimini boshlaymiz. Dubapa, tu tata tupata deya qo'shiq shartmi, nima deysan? Bo'ldi, kristallar boshqatdan qayta tiklanyapti. Boshqatdan qayta tiklanyapti. Ona tili ma'luming kim bo'lgan seni? Portallar boshqatdan tiklanyapti. Biz ularni sindirmagan bo'lsak ham g'alati. Endi bolta bilan o'ldirasan, sen qiziqroq narsa bilan o'ldir. Ender Dragon'da havodaligida urib bo'lmaydi shekilli.
Shuning uchun qora tuynukka yem qilamiz Ender Dragonni. Bu kamonni kuchi cheksizmi deyapman-da, birdaniga ikkita Endermanni ham qo'qishtirib ketyapti. Qani otib ko'raylikchi? Ikkitasini birdaniga. Qani bunisini ham otib ko'raylikchi? Tepadan tushadigan o'qlar bularga tegarmikan, tegmaydimi? Yo'q, tepadan tushadiganlar tegmaskan. Mana bu portalni yo'q qilsa nima bo'larkin? Yo'q, voy, yo'q qilib qo'ydim. Lekin ataylab qilmadim deb hazillashib turaman. Chunki men hazilgashman. Vahaha. Mana bunaqasidan qurib qo'yamiz. Ender Dragon farqiga ham bormaydi, bo'laveradi unga. Qani qochiq shuloqa, Ender Dragonga qora tuynuk otaman. Qani vo, Ender Dragonni qora tuynuk tortib ketdi. Qani o'ldirishga kuchi yetarmikan? Qani bo'l portlat yaramasdi. Menimcha yetmasa kerak, bu kuchi deb o'ylangan. Portlab ketdi rostdan. Faqat endi bitta muammo bor. Biz uyga qanday qaytib ketamiz? Qaytib ketmaymiz, mana shu yerda yashab yuraveramiz, yaxshi-ku, a? Portal qaytadan tiklandi. Bo'lmasam surdik qishloqi bu yerdan. Ketishdan oldin qora tuynuk otib ketaman. Sen yo'qsan, vahahaha.